Aka-ukalar, bitta hovlida turgani yaxshimi yoki alohida? Kommentariyada albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Bugungi taklifimiz Farmon bibi onaxonlarimiz uchun atalgan desak adashmagan bo'lamiz. Bismillah deb hovliga kirar ekansiz, shunday fontanli zonaga ko'zingiz tushadi. Kiraverish sahnasiga esa ikkita mashinani bemalol sig'dirish mumkin. Ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 7 sotix. Binolar ikki qismdan iborat pishig'ishdan qurilgan. Kiraverishda barcha sharoitlari mavjud, kottej formatdagi binoni ko'rishingiz mumkin. Tashqi va ichki remontlar ham yaxshi holatda ekan. Barcha xonalariga tashqaridan bir eshik bilan kirish mumkinligi ham issiq sovuqni ushlab turishga, ham u yerda yashashga qulaylik beradi. Bu qism ko'proq yotoqxonaga moslashgan ekan. Aslida esa bir oilaga kerak bo'ladigan mehmonxona, oilaviy xona, oshxona va sanuzel qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Sharoitingizdan kelib chiqib bemalol o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. U yerdan chiqib, brushatkalar qilingan sahna bo'ylab to'g'riga yuramiz. Chap tarafda salqinlanib o'tirishga moslashgan so'ri, o'ng tomonida esa mazza qilib shirin ovqatlar qilish uchun yozgi oshxona qilib qo'yishibdi. To'g'ridagi katta binoga razm soladigan bo'lsak, bu yerda ham barcha kerakli sharoitlar ichkarida muhayyo qilinganligini ko'rish mumkin. Oshxona, sanuzel, oilaviy zona va mehmonxona. Undan tashqari esa yotoqxonalar. Bu yerda nechta o'z yotoqxona bor? Sanab ko'rdingizmi? Sanagan bo'lsangiz kommentariyaga albatta yozib qoldiring. Bulardan tashqari kattagina podvali ham bor ekan. Binoyimiz mustahkam qurilgan, shu sababdan keyinchalik bino tepasiga yana bitta qavat qo'shsangiz bo'lar ekan. Endi bitta uy bo'lsa shuncha bo'lar-da do'stlar. Ushbu xonadonimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoyimizga albatta like bosing. Men esa hozir narxini aytaman. Narxini 115 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kami bor, bemalol kelishingiz mumkin. Ekraningizdagi raqamlar bilan bog'lanib, bu egalari nomeri do'stlar. To'liq ma'lumot olib, kelib ko'rib, sizga ma'qul keladigan bo'lsa, savdolashib bitta baraka qivorsangiz bo'ladi. Manzil endi sizga qiziqmi? Manzil Farg'ona shahar Moziy ko'chasi 54-uy. Mo'ljal Polsha bozori va MFE binosi yonginasida bo'ldi. Ushbu videoni shahar markaziga yaqin hududdan hamma sharoitlari bor, yaxshi narxdagi hovli qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.